Xo'sh, o'rtoqlar, assalomu alaykum. Bugun bir yaxshi xabar bo'ldi. Biz uchun ham, u bola uchun ham, o'zbekistonlik. Chunki 3-fevralda sudga bormagani uchun deportga tushdi. Mana bir oycha vaqtimiz ketdi dokument topshirishga. 18-martga mana topshirgan ekanmiz. Endi mana biz emas, advokat. Undan keyin mana hozir 1 oy bo'lmasdan o'sha qaror chiqdi. Deporti bekor bo'lib, sudi endi boshqatdan bo'ladigan bo'ldi. O'zi shu masterga bormagani uchun deport bo'ldi. Endi bu yerda u через man kelgan abaderga bu yerda man ham sababchi. Mana shu deportga tushishiga endi man sababchi deganim, yo'q men uni deportga qildim, yo'q ishini qilmadim, yo'q bunaqa emas. Endi bu yerda nima ham bo'ldi-da? U bola bilan sal tushunmovchilik. U o'zicha o'zini narsani tushungan, men boshqacha tushungan emas. Endi qanday qilib tushuntirsam? Mana bizda bor-ku, pulni berdimmi, bo'ldi. Bilet bizda poyezd qayoqda ketadi degan narsa bo'ldi-da. Ming odamning advokati bo'lsa ham, boshqasi ham bo'lsa, baribir tekshirib turish kerak. Nima bo'lyapti, nima qilyapti, sudi qachon bo'lyapti. Bunaqa emas-da. Masalan, pulni mana keldim, berdim, shu bilan bo'ldi, ketdim. Mashinaga o'tiraman, trakka ketaman, shu bilan bo'ldi, hammasini advokat qilsin emas-da. To'g'rimi? Odamlar masalan sudi bo'lsa 1000 marta aytadi-da, masalan. Biz o'zi bilamiz sudi bo'lsa ham. Rasman agar sudi masalan mana siz yangi klient keldingiz, sudingiz masalan 6-7 oydan keyin to dokumentingizni ko'ramiz, to nima qilamiz, ungacha o'sha advokat ko'radi-da, masalan sudingiz qachon bo'lishini. Lekin hozir siz yangi kelgan bo'lsangiz, sudingiz masalan bir haftadan keyin bu narsani urg'i qilib 1000 marta aytish kerak-da. Bir haftadan keyin meni sudim, bir haftadan keyin meni sudim, pulni bergandan keyin ham masalan kontrakt oldimi, advokatim kim, sudga kim boradi deb bunaqa narsani qilib turish kerak. Lekin mana qanchama odam bilan ishlamasam, to'xtamasdan mana shu любой odam hamda ko'p, balki deyarli mana shu odamdan tashqari hamma odam masalan aytib necha marta yozadi-da. Sudim endi bo'lyapti, kim sudimga boradi, men sudga qatnashamanmi, yo'qmi, internet orqali bo'ladimi, borishim kerakmi? Mana shunaqa savollar bo'ladi-da. Bu yerda keldi, pulni to'ladi, hali pulni to'laganini biz ko'rganimiz ham yo'q. Zelli qilgan, u telefon qilmaysanmi, zellim tushdimi, tushmadimi, kontrakt qani, advokatim ki, bunaqa narsalar bor-ku. Bir nimadan keyin o'sha после пожар telefon qilyapti. Sudim nima bo'ldi? U yoq bo'ldi, qarasak, o'sha deport turibdi. Sen qachon nima qilding? Pulni berishni kerak edi, kontrakt qilish kerak edi. Qildingmi, yo'qmi? Mana men yozgan-ku deyapti nimani. Sizga yuborgan-ku. Qarasam agar, endi u dogovorda masalan u bilan gaplashganmiz, xo'sh, mana shuncha pul to'laysan deb, masalan, to'g'rimi? Shu kuni shuncha to'lamagani, yarmini to'lagan, yarmini bir haftadan keyin to'laman degan. Masalan, shu bilan u bo'ldimi, shu bugun ish hal bo'lmadimi? Bir haftami, 2 haftami даже ko'proq o'tyapti-yu, u ikkinchi pulni to'layapti-yu, ikkinchi qismini keyin yozyapti. Bo'ldi, to'lab qo'ydim deb. O'sha 3 hafta o'tib ketdi. Meni esimda kim u bola, nimaga pulni yuborgan, esim vaqtim bo'lganda men bitta ko'rib chiqaman-ku. To o'shini ko'rib chiqqancha men o'sha uni sudi o'tib ketgan. Sen shunaqa ekan, tinmay yozmaysanmi? Tinmay telefon qilmaysanmi? Da masalan, mana bizda odamlar bor-ku, hali sudi 3 oy oldin, 4 oy, 6 oy bor, tinmay telefon qiladi. Xuddi bir erta bo'ladiganday-da. Buniki masalan 2 haftami, 3 haftada o'sha bo'lish bo'ladigan odam o'zicha degan. Men shu odam ham masalan boshida dogovor qilgan paytimiz shu aytgan summani birdan to'lasaydi, shu vaqt ishlari hal bo'lardi. Shu vaqt o'zi kontrakt qilib, shu vaqt o'zi advokatni aniqlab, kunini belgilab, kim qachon bo'lib, shunda hal bo'lardi. Bu nima bo'lyapti? Yarmini to'layapti, yarmini 2 haftadan keyin to'layman deyapti. Shu bilan to'lamayapti. Vaqt o'tib ketyapti, o'sha odamning esidan chiqib ketadi-da. Bu narsani issig'ida qilsangiz, bitta ish bilan gaplashyapsizmi? Mana dogovor qilyapmizmi? Shunaqa bo'lishi kerak. Mayli, bu o'zi detallarga o'tib ketdim, bu nima emas. Prosta nimaki bo'lmasa ham mana endi shu bola menga ishongan edi. Men endi masalan uni endi har kimdan bilmaysiz-ku.
qanaqa odam ekanligini bilasizmi? Hamma o'ylaysizki mas'uliyatli deb. Endi uni ham vinovat qilmoqchi emas. Shuning uchun endi bizlarda masalan baribir ham odamni masalan o'zimga ham bir nima bo'ldi endi bu bir nima dars bo'ldi. Chunki meni umrimda hali bironta bunaqa bo'lmaganda, shtop man sababli bironta odam imенно man sababli deportga tushdi. Endi bu imенно man sababli deganim yo'q. Endi man orqali kelganman advokatga. Meni ham bir nimam borda baribir. Bu yerda men ham bir sababchida. Xohlaymanmi, aybim bormi, yo'qmi? Shu odam menga kelgan, men uni advokat bilan ulashishim kerakmi? Menga ishonib kelganmi? Baribir ham shuning uchun shu narsa nimamda bor edi. Ko'nglimda bor edi, shu endi bala shunaqa bo'ldi. Umrimda chunki menga bunaqa bo'lmaganda. Lekin shunaqa bo'lsa ham, mana shu balani kelganda 2000 bergan edi. Ishni boshlash uchun. Endi shu 2000 ham qanaqa 1000ni boshda, 1000ni ikkinchi 1000ni 2 haftadan berish kerak edi. Cho'zilib ketdi, keyin berdi. Mayli, gap bunday emas. 2000ni berdimi? Mana shu 2000ni qoldi, qanaqa qolgan bo'lsa, advokatga men nima qildim? Men bu deportdan chiqarishdi $4000 bilan. Qilish kerak edi. Men shu 4000ni o'zimdan chiqarib berdim. Chunki bu mas'uliyatda, bilasizmi? Bu endi men 100% aybdor ekanligim uchun emas, shu bola meni ishonib, meni orqali kelgani uchun. Chunki menda bunaqa bo'lgan, bu voqea hali bo'lgan yo'qdi birinchidan. Mayli, gapni ko'paytirmaylik, o'rtoqlar. Ishqilib, advokat olgan bo'lsalaring ham iltimos tekshirib turinglar. Sudingiz qachon, advokat boradimi, kim boradi, sudingiz internet orqalimi yo borish kerakmi, bunaqa narsalarni bilish kerak. Chunki o'z Trump davrida xato qilishga haqqimiz yo'q. Xo'p o'rtoqlar, sog' salomat bo'linglar. Kelgusi videogacha.